Akalar bitta bog' berib ko'rasizlar mana. Detskiy plashatkalarimizga zakazlar bo'lsa aytaverasizlar, pullari kesilgan holatda. Detskiy plashatkalarga akamiz o'g'illariga qilib berdik, uni o'zini dachasiga qo'yadi. Skameykalari mana yopilib ochiladi. Mana yerga qum to'ldirib paytda qum o'ynagan o'g'illariga, kichkina o'g'illari bor. Bu xolasa zo'r chiqdi. Materialimiz yaxshi toza sasmadan bo'ldi. 30 dona 2 ga 11 lik yog'och ketdi. Uzunasi 4 metrlik. Bundan tashqari mana 70 ming so'mlik oshov-moshiq ketdi. Samarez 50 ming so'mlik. Kile ketdi 1 dona. Eron kiledan PV 801 kiledan. Mana yerni ochib yopiladigan qilib qo'yganmiz. Bolalar o'ynab bo'lgandan keyin o'yinchog'ini maniga solib qo'yib, bekitib qo'yib ketaveradi. Hali ochiqlikda haram harish bo'lib qolib ketmaydi-da. Mana yerda mana skameykalari bor. Xudo xolasa skameykalari mana. Skameykalari ham ochilib yopiladi. O'ynab bo'lgandan keyin shuni qoppog'ini yopadi, qoppog'i yopiladi. Agar mashina ochib tashlab ketsa ham bo'laveradi-yu. O'zingizlar bilasizlar, kech paytda it mishiqlar yuradi, uni hojatxona qilib yuboradi-da. Shu sababli ochilib yopiladigan qilib qo'yganmiz. Endi qolgan yana bu narsalari bor. Ular endi yog'ochdan emas, hali bezaklari bor. Bu kemachamiz roli bor. Bu yumaloq turbachadan bo'lgan. Endi uni xudo xohlasa o'zlari qo'yib oladi. Mana yerda bitta bayroqchasi bor edi. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar.